Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana YouTube'da rosa shov-shuv bo'lgan apparatimiz 2025 model apparatimiz keldi Xitoydan. Hozir 2024 modelni 2025 modelni farqlarini tushuntirib o'tib ketamiz. Ularda hozir ikkovining farqi, buni akkumulyatori 2 kg 100 bo'ladi, buni akkumulyatori 2 kg bo'ladi. Bu litr sig'imi 18 litr, bu 20 litr. Farqi mana akkumulyatorida birinchi farqi, ikkinchi farqi mana оборотda farqi bo'ladi. Оборот baland bo'ladi buni. Bularda оборотcha pastroq bo'ladi. Birinchi farq. Ikkinchi farqi, buni apparatni olishda keyin yana narsaga e'tibor beringlar. Bu apparat ichidagi zaryadchiki bo'ladi, zaryad beradigani. Asli zaryad beradigani bularda kuchli bo'ladi. Mana. 12 volt, 1.3 amper. Endi bo'ladiki, mana oladiki. Oladiki 1 amperlik bo'ladi. Keyin sepadigan nasatkasi farqi bo'ladi. Mana nasatkasi 8 talik sepadi, 5 talik sepadi. Bundan yurib chiqilinaveradi. 12 faqat 5 talik sepadi. Farqlari shu. Xo'p, bunga bir garantiya yozib beramiz, servis. Manzilimiz Qumtepa bozorida. Nomerlar qoldiramiz. Telegram kanaliga kirib, ko'rib narxlarni bilishingiz mumkin.